Sizlar bilan hozir zip fayllarni PUBG ga o'rnatishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun mana bunaqa fayllar, mana shunday fayllarni qanday qilib PUBG ga o'rnatsak bo'ladi. Buning uchun avval chekkadagi 3 ta nuqtani bosib, faylni o'rnatib olamiz. Archiverga kiraman, mana archiverga kirganimdan keyin download. Telegram papkaga tushadi bu. Hammada endi har xil joyda bo'ladi. Telegram papkasi menda download ichida. Xo'p, mana bunday holatda bo'ladi bu o'rnatilgandan keyin. Buni qanday qilib endi zip faylga aylantirish mumkin? Bir marta bosamiz va mana bu yerga chiqarmoq, shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin mana buni chiqarib beradi bizga mana bunday qilib. Mana papka ko'rinishida chiqarib beradi. Endi papkani ichiga kiramiz. Kirgan paytimiz mana flash turibdi. Shu flash ustiga bosib turamiz va nusxalamoq. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Endi tepada VIP Pro Max menda shunaqa, endi shuni ustiga bir marta bosamiz. Tepaga bir marta bosamiz mana shu joyga. Bosganimizdan keyin ichki xotira, telefon xotirasini tanlaymiz. Bu yoqdan Android tanlanadi, keyin dataga kirganimizdan keyin PUBG ni qidiramiz. Ko'proq taglarida bo'ladi PUBG. Xo'p, mana PUBG content shunga kiramiz. Mana kirgan joyimizda flash turibdi mana. Endi mana bu pastdagi yashilni bosamiz. Spichkani yoqamiz, mana bu spichkani. Keyin almashtirmoqqa bosamiz. Ya'ni bu boyagi config, kuchaytirilgan config bilan o'zini oddiy configini almashtirib beradi. Ana endi PUBG ga kiramiz. O'zi PUBG ga kirgan paytda o'zgartirib qo'yishadi. O'zlari qandaydir qorong'iroq fon. Hali telefon yangi, ozgina qotishlar bo'ladi. Chunki hali yangilik PUBG bu telefon uchun. Xo'p, nastroykada ham ko'p narsalar o'zgaradi. Grafikalar o'zgaradi, ilopilar. Mana bular -70 bo'lib ketib qolgan mana. Xo'p, endi o'yinda bir ko'ramiz.